Aftidan bu odam qochib ketgan. Keyin esa yana qo'lga tushgan. Nima uchun uni yeb qo'yishmagan? Ularning o'z udumlari bor. Shunchaki o'lish yetarli emas. Kerakli tarzda muayyan joyda o'lish kerak. Yaqin atrofda qurbonlik qilinadigan joy bo'lishi kerak. Ular oroldan orolga ko'chib, odamlarni g'ajib tashlashadi. Ular atrofdagilarga qo'rquv uyg'otadi. O'zlari esa hech kimdan qo'rqishmaydi. Sendan tashqari Kruzo. Haydab yuborganim uchunmi? Mana shu yerdan qochib ketgan. Odamning qudrati uning suyaklarida. Ustixonlar eng yuksak ehtiromga loyiq. Bu haqiqat. Men odamxo'rlarni quvib yubormadim. Axir ular qaytishmadi-ku. Bu yerda yaqinda gulxan yoqilgan. Balki ular hammasini tushunishgandir. Ular aqlsiz, lekin tentak emas. Endi orolning shu tomoniga umuman kelmaymiz. Xo'sh, kim aqlsiz? Men uyim oldida yashirinmayman. Gulxan yoqmaymiz. Bo'lmasa ular tutuni ko'rib qolishadi. Jumaboy, hech narsa o'zgarmaydi. Bizda mushkil bor, ularda yo'q. Biz qirg'oq bo'ylab qopqon qo'yganmiz. Uyimizni himoya qila olamiz. Kruzo, ularni kimligini tushunmayapsan. Agar bittasini o'ldirsang, bu ularning faqat g'azabini qo'zg'atadi. Ularda na qabila, na millat, na oila bor. Ular uchun faqat odam go'shti bor. Odam go'shti? Eng shirin luqma. Odam go'shtini yeganlar vaqt o'tishi bilan aqldan ozadi. Yonimdan uzoqlashma. Ortimdan yur. Demak, ular qabila emas, balki vahshiylar to'dasi. Tushunasan deb umid ham qilmayman. Lekin men tushunaman. Londonda odamlarga siyosat yoki din tufayli hujum qilishlari mumkin edi. Qani tur la'nati. Tangrim qirol nasri debay. Hoy, qochdik Robinson. Shunday ekan, to'da nimaligini yaxshi bilaman. Bunisi aniq. Endi qolganlarini tekshiramiz. Yaxshisi bular kaptar bo'lganda edi. Bilaman, lekin ularni yeb qo'ydik. Agar kimdir chilvirga tegsa, to'tqush qafasdan chiqib ketib, daraxtdagi uyga ko'chib boradi. Shunaqami? Bo'ldi endi Jumoy, boshqa yana nima qilish mumkinligini bilmayman. Hech qisi yo'q, sen ajoyib do'stsan. Men tushunishga harakat qilyapman. Senga juda qiyin. Ha, lekin men tirikman. Kichkinaligimda aytish mumkin bo'lsa, bobomni yeb qo'yganman. Nima? Bobomni, dadasini ham. Kechir, meni ispan zamiragidek qo'rqitib yubording. O'zim senga bir kun tushuntirib beraman degandim. Mana, vaqti keldi. Nimani tushuntirmoqchisan? O'zing bilasan, xalqim odamlarni paqqos tushiradi. Ha, echki go'shtigachi bilan shuni eslatishni yaxshi ko'rasan. Lekin biz odam go'shtini yemaymiz, faqat suyagini. Qarindoshlar suyagini. Xo'sh, bu ancha taskin beradigan hol. Bu ramziy taomil. Kimdir o'lgandan keyin uning suyaklarini quritib, kukun qilamiz va ovqatga qo'shamiz. Ular bizga ajdodlar qudratini baxshida qiladi. Maydalangan suyaklar? Ha? Sizlar ham marhumlarni yoqib yuborasizlarmi? Faqat o'lat mahallari. Hokini saqlamaysizmi? Oshxonada emas.
Men buni ko'zimni yumib ham qila olaman. Buni iloji yo'q. Unda qarab tur. Agar o'xshab qolsa, bu ham tasodif bo'ladi. Bo'pti. Ko'zimni yumdim. Ammo ichki nigohim bilan ko'rib turibman. Agar baliq bo'lganimda, qayoqqa suzgan bo'lardim? Qayoqqa? Xo'sh, qayoqqa? Ko'rdingmi? Kruzo. Nima degandim? Qurollarni olib orolning boshqa tomoniga borish kerak. Yoki ularni qayg'ini olish mumkin. Aqldan ozibsan. Agar qolsak, ular bizni topib olishadi. Qayiqda ketib qolsak esa bizga Bu yeta o'zini olishmaydi. gulxanga otish. Bu dog'da qoldirish. Sardorning yuzi qanday tusga kirishini tasavvur qilyapsanmi? Qutirib ketishi aniq. Bu gap o'zingga ham yoqib tushdimi? Qandoq? Hoy, qani oldimga. Sekinroq. Taniyapsanmi? Suzanni ko'rpasan. Sermoy qisqichbaqa sohili. Nima? Sermoy qisqichbaqa? Qayiq qo'riqlanmas ekan. Ha, shunaqaga o'xshaydi. Ketdik. Nega bu yerni Sermoy qisqichbaqa sohili deb nom berding? Nima uchun Suzanna ko'rpasi? Chunki bu yer juda chiroyli. Kruzo orqada! Juda yor ekan bular. Seni tishlab olsa bo'lardi. Jim bo'larmiding? Kimsasiz oroldan daf bo'lish payti keldi. Qani? Bo'la qol. Kruzo. Ular asirlar olib kelishgan. Nima deb o'ylaysan, ularni Tashlab ketamiz. bunday qilish mumkin emas. Ishga kirishdik. Ular nega to'xtashyapti? Banan yaproqlar to'plashyapti. Ularni olovga tashlashadi. Keyin yeb bo'lmaydigan narsalarni bargga o'rab qo'yishadi. Ularda go'shtni aynitmaydigan kukun bor. Kukun? Selitra. Selitra bu konservant. Yana portlovchi modda. Ular qara. To'ng'izlar boradigan joyga ketishyapti. U yerda qopqonlar bor. Ulardan o'zib ketish kerak. Tezroq! Jumavoy! To'xtanglar. Ikkinchisini qutqara olmadim. Ha, lekin bunga aybdormassan. Sardorni ko'rdingmi? Meni tanib qoldi. Meni eshityapsizmi? Ozgina sabr qiling.
Oy, Santana, Jirkanch kalamushni qutqaribmiz-ku. kel izga qaytarib boramiz. Santana. Hatto ismingni tilga olishdan jirkanaman. Ruxsat ber, uni o'ldiraman. Hali erta. Lekin u bizni tashlab ketgan. Ketayotib ochiqchasiga ustimizdan kulgandi. Shu yerlarda o'lib ketishimizni istagandi. U tirik qolishga loyiq emas. Hayotimizni xatarga qo'yib uni qutqarib qoldik. Hech bo'lmasa gapirtirib ko'raylik. Keyin o'zim o'ldiraman. Mayli, ko'ramiz. Mayli, ko'ramiz. Nima deyapti? Xudoga ibodat qilyapti. Jonimiz jannatda bo'lishini iltijo qilyapti. Agar jonim kerak bo'lsa, olinglar. Bu adolatdan bo'ladi. Ammo xaloskorimiz haqqi hurmati. Sizlardan bir narsani o'tinib so'rayman. Nima ekan? Menga ikkinchi tutqunni ozod qilishga imkon bering. Xo'sh. U ham senga o'xshab orol odami. Rostini aytsam, senga juda o'xshab ketadi. O'sha odam uchun jonimni qurbon qilsam, xursand bo'lardim. Senga o'xshaganlar hech kim uchun qurbonlik qilmaydi. Nima deyishim mumkin? Men o'zgardim. Men bunga ishonmayman. Nima bo'ldi? Kemamiz uyga, Ispaniyaga qaytayotgan edi. Ammo ichimlik suviga dengiz suvi qo'shilib ketdi. Keyin zaxirani to'ldirish uchun bir orolda to'xtashga majbur bo'ldik. O'sha yerda meni tutib olishdi. Ko'rdingmi? U jinni dengiz suvidan ichibdi. Men ko'rgan dahshatlar meni ta'qib qilmasligi uchun aqldan ozishni istardim. Meni o'sha odam bilan bog'lab qo'yishdi. U inglizchani, yana boshqa ko'plab tillarni biladi. Umidimni yo'qotmasligimda u menga ko'maklashdi. Unga ishonma. Zarracha ham ishonmayman. Iltimos, menga yordam beringlar. Menga mushket, porox, o'tkir pichoq beringlar. O'zimni xaloskorimni ozod qilaman. Endi qurol so'rashga o'tdi. O'tinaman, menga ishoning, sizlarga zarar yetkazmayman. Chunki bundan oldin o'zim seni o'ldiraman. Shoshilish kerak. Tez orada tayyorlana boshlashadi. Qotillikka! Afsus, bu Santana emas. Yana ozgina surib bemalol ishlatish mumkin. Unga ishonmaysanmi? Yo'q, Nima qilamiz unda? uni o'ldirish kerak. Men sovuqqonlik bilan odam o'ldira olmayman. Senga ham yo'q deyman. Nima yo'q? Sen ham unday qilmaysan. Biror narsa o'ylab topishimiz kerak. Ha, qilmishga yarasha javob qilish kerak. Shunisi adolatdan bo'ladi. Agar rost aytayotgan bo'lsa-chi? Nima deganini o'zing eshitding. Sen ham shuni boshingdan o'tkazgansan. Senga bu tanishmi, Jumovoy? Menga aytchi, bu odamni o'zgartirishi mumkinmi? Kruzo, sen tug'ma oq ko'ngilsan. Santana esa oltinni deb bizni o'ldirmoqchi bo'ldi. Endi birdan farishtaga aylandimi? Men bunga ishonmayman. Biz o'sha bechorani o'limga tashlab qo'ydik. Balki Santana uni qutqara olar. Seni nima qilmoqchi bo'lganini unutdingmi? O'tmish hayoting haqida menga ko'p bor aytib bergansan. Juda ishonuvchansan, Kruzo. Nimalarni boshingdan kechirganingni eslab ko'r. Bu chin gap. Ezgu nom qozonish uchun odamlarga ishonish va ulardan ham xuddi shuni kutmoq lozim. O'sha paytlar o'z oilam xiyonat qilishi mumkinligini tasavvur ham qila olmasdim.
Xo'sh, kema bosib olingan, ekipaj qamoqqa tashlangan. Yukni nima qilishibdi unda? Taqdirga tan ber, Kruzo. Zararni qoplaymiz, gap tamom. Ispanlar seni osishmaganiga xursand bo'l. O'zing ekipajga tegishmaydi deb aytganding. Agar kaperlik ruxsatnomasi ular uchun nimanidir anglatsa, ko'pincha bunday bo'lmaydi. Yo'qotishlarni qanday to'ldiramiz? Menga to'liq tushunmagandek tuyulyapsan, Robin. Axir biz seni kemang haqida gapiryapmiz-ku. Ammo biz hamkorlarmiz, zarar ham o'rtada bo'lish kerak. Nega? Nega bunday bo'lyapti? Hammasi to'g'ri. Shartnomada shunday yozilgan: bitta kema, bitta ulush. Uni bermaslikni fond boshqaruvchisi hal qiladi. Bu esa Janob Samuel Tafli. demak, men borimni yo'qotaman, ular esa hech narsanimi? Unda qanaqasiga hamkormiz? Shartnomada hammasi ravshan yozilgan. Yo'q, bu menga ravshan emasdi. Nega meni ogohlantirmadingiz? Agar sizni qo'lingizda ishlaganimda, sizni bajonidil xabardor qilardim, lekin men janob Tafliga ishlayman. Otam bilan gaplashib ko'rdim. O'g'lini qilmish haqida nima deb o'ylar ekan? Menimcha u hammasini oldindan bilgan. Nima? Axir bu bema'nilik. U ot uyimga qaytishim mumkinligini aytdi. Unda qaytaver. Chunki men kasod bo'ldim. Biz sudga boramiz. Akam bilan ishim yo'q. Qonun ular tomonda. Bir gal menga shunday deganding. Ispanga ishonish, ilonga ishonishdek gap. Vatandoshlarim nomi bilan seni kechiraman. Eshitganlarimdan xulosa qilsam, endi senga dushman emasman. Hammasi o'zgarishi mumkin edi. Ammo inglizcha siyosatga tushunish qiyin. Bir lahzada meni ishontirding. Men yolg'on aytmadim. Buni men do'stimni qutqarish uchun qilyapman. O'sha do'stingga achinib ketyapman. O'girlinglar. Ikkalangiz ham. Kemamgacha bu yerdan qayiqda 2 kun suzish kerak bo'ladi. 3 kundan keyin jo'naydi. Agar hammasini uddalay olsam, men bilan birga jo'naysizlar. Xo'sh, bunga nima deysizlar? Agar qurol o'qtalmaganingda gaplaringga ishongan bo'lardim. Ana bu oltin zambarayni biz topdik. Keyin qoyadan tashlab yubordik. Orqasidan sho'ng'ishing mumkin. O'zim kamzulingga qarab turaman. Bora qol. Shoshil. U odamxo'rlar qayiqni olib qochadi. Joyda turibdi. Roz gapirganga o'xshaydi. Santana, Jim. Bu menman. Nega meni ushlab qolding? O'zingni o'ldirishdan saqlab qoldim. Do'stimni qutqarish uchun o'sha odamxo'rlarni o'ldirishim kerak. Hozir faqat o'zingni o'ldira olarding. Odamxo'rlar tushgan sohilga 3 ta so'qmoq olib boradi. Mana 3 ta so'qmoq. Biz asirni ozod qilgach, qayiq tomon qochamiz. Tirik qolganlar ortimizdan quvishadi. Kruzo nima qilishni yaxshi biladi. Hamma so'qmoqlarga tuzoq qo'yilgan. Hammasi yaxshi bo'ladi, faqat
Bir gap bor. Agar birga jang qilsak, unda bir-birimizga ishonishimiz kerak. Senga erkakcha va'da beraman. Ana u quling va'dasicha. U erkak inson kimga ishonishni o'zi hal qiladi. Senga so'z beraman. Agar bizni aldasang, o'zim seni yeb qo'yaman. Kruzoning quli deganim uchun meni kechir. Bilaman. Ko'proq uning og'asisan, xuddi Pel menga aka bo'lganidek. Qanday hiyla o'ylab topding? Qanaqa hazil? Kruzo. Unga ishonma. Ishonma. Bu odam Jumovoy! Unga nima deding? Hammasini o'zing eshitding. boshingizni burmang. Qimirlamang. Faqat quloq soling. Kimsan? Sizni ozod qilgani keldim. O'zingga shukr. O'girilmang. Bizni eshitib qolishlari mumkin. Qayerdansan? Kimsan? Dada. Men sizni o'g'lingizman. Nima? Men o'ldimmi? Yo'q, dada. Hali tiriksiz. Seni olib ketishganini bilardik. Seni o'lgan deb o'ylardim. Meni qutqarib qolishdi. Ketma. Senga bir qaramoqchiman. Agar o'lib ketsam, Siz o'lmaysiz. seni o'lgan deb o'ylardim. Yana qaytib kelaman. Kerak emas. Bu yerdan uzoqroq bo'l, o'g'lim. Joningni qutqarib, bora qol. Ket dedim. Ket. Hozir ketaman. Lekin qaytib kelaman. Izlar bormi? Yo'q. Unga nima bo'ldi ekan? Odatda bunaqa qilmasdi. Ularga asir tushgan. Nimani boshidan kechirganini bilaman. U dahshatga tushgan. Yo'q, qochib ketmadi. Axir qulingni yaxshi bilasan. Qulim emas, u meni do'stim. Ehtimol eng yaxshisi. Hayotda esa do'stlardan omadim chopmagan. Hamma yoqda soqchilar. Temzada ham patrul yuribdi. Men esa shahardan ketishim kerak. Nima uchun? Yoki g'arbga yangi tovarlar uchun boraman yoki butunlay kasod bo'laman. G'arbga safar qilmoqchimsan? O'sha yerda mol yetkazuvchilar bor. O'sha yerda Gersog Mondok qo'shin to'playapti. Unga Londondan hech kim qo'shila olmasligi uchun darvozalar yopilgan. Men isyonda qatnashmoqchi emasman. Shunday deb umid qilaman, Robin. Umid qilaman. Men o'zimga dushman orttirmoqchi emasman. Qanday yordam kerak? Shahardan chiqishim uchun ruxsatnoma. Buni hal qilish mumkin bo'lsa kerak. Kruzo, Qayerda eding? asrning oldida. U yerga bordingmi? Yakka o'zing? Rost gapirganingga ishonch hosil qilmoqchi edim. E'tiqod haqidami? Pel haqida. O'sha odamni taniysanmi? Pel men otam.
meni o'lgan deb o'ylardi. O'ldi degan o'yga borishgan. Chunki bir kuni tongda ketgan bo'yi uyga qaytib bormadim. Xuddi sen kabi. Ha, ammo yana otang bilan birga bo'lasan. Ularda to'pponcha yo'q. Lekin ashaddiy jangchilar, shuning uchun o'limdan qo'rqishmaydi. O'qlarimiz madad bergandan mamnun bo'lishadi. Meni kamonim ham. Faqat bitta o'q uzishga ulguramiz. Keyin mushlashishga to'g'ri keladi. Kruzo, agar tirik qolsak senga so'z beraman. Seni Angliyaga qaytarish uchun qo'limdan kelgan barcha ishni qilaman. Menimcha buni sen tushirib qo'yding. Rahmat. Ularni ortimdan ergashtirishim mumkin. O'z paytida Ispan qo'shinidagi eng chopog'on edim. Bu odamlar chindan ham yugurishga usta bo'ladi. Selitra. Ular gulxan yoqishdi. Qurbonlik marosimi boshlandi. Ular qabila emas, vahshiylar to'dasi. Iblis ham tovoqlari. Odam aqldan ozib. Ruhini yo'qotgandan oldin kim bo'lgani muhim emas. Ularga istalgan odam qo'shilib qolishi mumkin. Istalgan? Agar u ham o'shalardek vahshiy bo'lsa, bir marta ularga fransuz qo'shilib qolgan. Endi u yo'q. Qurbon topilmagan paytlarda bir-biriga hujum qilishadi. Bu yoqqa. Shoshma. Aytganimda ko'zingizni yuminglar, xo'pmi? Hoy! Tanidinglarmi? Ha, sen aniq taniding. Og'aynilar ini otib tashlagandim. Keyin bittasini o'zimga olib qoldim. Ha, o'sha men, Kruzo. Robinzon Kruzo. Boshlang!
Tezda qaytaman degandim-ku. Kutib turgandim. Santana! Ketdik. Hechqisi yo'q. Hech narsa emas. Meni qutqarish uchun qaytding. Seni yovvoyilar qo'liga tashlab qo'ya olmasdim. Ular bizni qidirishyapti. Sen esa yaralanding. Sen bilan qayoqqa borishga ulgurmaymiz. Kechiringlar, men aybdorman. Unday dema. Men kemamga yetib olishim kerak. Biz siz jo'nab ketmasidan oldin. Demak, shunday qilamiz. Men ularni o'zim bilan uzoqroq olib ketaman. Sizlar esa ularni qayiqiga o'tirasizlar. Ayblayman. Yaxshi, juda soz. Boringlar. Jumavoy, sen ham ular bilan jo'na. Otam Santana kemasini bu yerga boshlab keladi. Uni hech narsa to'xtata olmaydi. Sen esa bu yerda mensiz bir kun yasha olmaysan. Yaxshi. Ketdik. Biz ularni chalg'itamiz. Sizlardan o'tib ketgach, qayiq tomon borasiz. Xo'pmi? Seni olib ketgani qaytib kelaman, yo'qsa o'laman. Senga so'z berganman. Shubha qilmayman. O'laver, bemalol. Faqat bundan oldin otamni xatarsiz joyga yetkaz. Agar va'da bersam, menga ishonasanmi? Endi ishonaman. Balki baribir biz bilan ketarsan, o'g'lim. Yo'q dedi. Qachonlardir boshqalarni umuman o'ylamasding. Unda yosh bola edim dedi. Sen o'zgaribsan. Boshingga g'am tashib tushganda, uni kimdir bilan bo'lishsang, o'shanda kimligingni to'liq anglaysan. Senga ko'p narsani o'rgatibdi. Tabiatshunoslik, ingliz tili, oq tanlilar, tibbiyoti. Dunyo buncha keng deb o'ylamagandim. Qayerda bo'lmagan, kimligingni unutma, o'g'lim. Shuni bilib qo'y. Kruzodan ko'p narsani o'rgandim. U yaxshi do'st ekan. Qayerda bo'lsang ham doimo yuragimdasan. Doimo men bilan birgasan, o'g'lim. Keyingi safar sizlarni kemada Syuzanna sohilda turgan holda ko'rishni istayman. Xo'pmi? Ketdik. Hoy! Ketdik. Vaqtimiz kam. Santana. Santana. Ahvoling yaxshimi? Senga nima bo'ldi? Santana. Senga nima bo'ldi? Menga juda yoqadi. Yo'q, Kruzo. U meniki.
Qayiq yo'qmi? Buni juda orzu qilardim. Ablah. O'ldiraman endi seni. Ko'nglim sezyapti, ular qaytishadi. Bu safar hammasi yaxshi bo'ladi. Nima deysan? Men baxtli insonman. Otam tirik. Meni tirikligimni ham biladi. Yaxshi. Nihoyatda baxtliman. Yaxshi. Biroz semirsam tuzukroq bo'lardi. So'zanni ozib ketibsan deb o'ylamasin. Yeyman desang ovqat ko'p. Odamxo'rlar qolmadi shekilli. Yo'q, bitta ham. Hammasini yo'q qildingmi? Ha. Haligi deyarli. Deyarli? Shuni yeb bo'lsa, keyin qolmaydi.